aslida texnologiya kirib kelishi bilan biz va narx tushib ketishi bilan, servislarni bir-biri bilan kompet qilishi bilan, konkurensiya bilan aslo biza xursand bo'lib qarashimiz kerak. Chunki bu narsa bizani qimirlab turishimizga, komfort zonamizdan chiqib ketishga va undan tashqari robototexnika, AI texnologiyalar va machine learning bilan birga biza o'zimizni skillslarimizni rivojlantirishga bitta push beryapti, bizani bitta talchoq beryapti. O'sha talchoq orqali biz kattaroq maqsadlarga erishishga imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Aslida biz aynan mashhur rakursdan qarashimiz kerak. Chunki har kun ozginadan vaqt ajrating o'zingizga, kechqurun bitta kino ko'rib yoki divanda yotib maza qilib yotishga emas, aslo ozgina o'sha skillsingizni rivojlantirishga. Hozirgi vaqtda to'g'risini aytsam, juda ham ko'payib ketdi open sourcelar. Bemalol kirib izuchat qilsangiz bo'ladi. Hech qanaqa sizga ustoz kerak emas, kurs kerak emas, hech kim kerak emas. Prosta AI o'rganmoqchiman deb qiziqsangiz, tayyor bepul kurslar bor.